Ronaldo, Musk, Bezos, Trump va MBSning shov-shuvli kechki ovqatida nimalar gaplashildi? Trump $1 trillion energetika hamkori MBS bilan o'rtoqlashuvga yana qaytyapti. Saudiya shahzodasi Muhammad bin Salmon Amerikaga kechki ovqatga bordi. Bu ko'rinishidan norasmiy, ammo 5 yillik kelajak tuziladigan muhim tushlik edi. Oq qasrda bu darajadagi VIP kechki ovqat hali bo'lmagani aytilmoqda. Stol atrofida ikki sherik bilan birga Saudiya yulduzi Cristiano Ronaldo va Amerikaning kosmik texnologik milliarderi Elon Musk hamda Jeff Bezos ovqatlanishdi. Qorin to'ydirish bir bahona. Bu uchrashuvda har bir yulduzning o'z o'rni bor. Masalan, Ronaldo Saudiya bu yil jahon chempionatida mezbonligi sabab brend elchisi sifatida ovqatlanyapti. Elon Musk va Bezosning chaqirilgani esa Saudiyaning 2030-yilgacha maqsadlari uchun kerak. Chunki Metaverse Amerikaning kosmik texnologiyalar va murakkab texnologiyalarga pul tikishga qiziqyapti. O'zi Musk va Bezos Saudiyaning Neo mega loyihasida potensial investorlar deb qaraladi. Diplomatlar bu uchrashuvda Trump bilan MBS, Amerika Saudiya yangi kelishuvi hamda Saudiya Isroil normalashuv masalasi gaplashilganligini aytishmoqda.